Katta ehtimol bilan keyingi jang aprel oyida Chicagoda bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Aka, oxirgi jangingiz juda ham yarki g'alaba bilan yakunladingiz. Keyingi kelajakdagi planlar qanaqa? Qachon sizni ko'ramiz keyingi janglar? Xudo xolasa keyingi jang Amerikada bo'lishi kerak. Katta ehtimol bilan hozir tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Dubayda PKM Fit zalida tayyorgarliklar davom etyapti. Katta ehtimol bilan keyingi jang aprel oyida Chicagoda bo'lishi kerak. Raqibingiz kim? Qaysi ligada urishasiz aka? PFL ligasida 3-jangim bo'ladi, xudo xolasa. Raqib hali berishmadi. 70 kilogramda endi berib qo'ysa, xudo xolasa Duboy bilan urishamiz. Dubayda trenirovka qilyapsiz aka. Dubayda havosini issiq deyshadi. Bu trenirovkaga siz xalaqit qilmaydimi? Yo, issiq, naborot yaxshi. Menga yoqadi. Mangu ligasi haqida fikringiz qanaqa aka? Mangu ligasi haqida fikrim juda ham yaxshi. Menimcha bu O'rta Osiyodagi eng katta ligalardan bittasi bo'ladi agar shunday davom etishsa. Chunki men atmosferani kirib ko'rdim. Hamma narsa professionalizm, hamma kirib jangchidan tayyorgarligi, ularni joylashtirish, mehmonxonaga, studiyalar, hammasi darajasi yuqori darajada o'tyapti. Sizga omad tilaymiz. Keyingi jangingizda butun O'zbekiston bilan chet elda jang qilsangiz ham sizga balet qilamiz aka. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat sizga, xudo xolasa. Sog' bo'ling.